Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz avtomobil mo'ylari haqida o'rganamiz. Ma'lumki, avtomobil mo'ylari asosan ikkita maqsadda qo'llaniladi. Birinchi maqsadi shu ichki yoni dvigateldagi portlovlarni harakat davomida ishqalanishini yaxshilash va eroziyani oldini olish. Ikkinchi asosiy maqsadi bu ichki yoni dvigatellarda shu portlash yuz berganda, ya'ni harakatlanganda qiziydi avtomobil motori. Bu esa ortiqcha issiqlik chiqarib, avtomobil motorini metallarni erishiga sabab bo'ladi. Shuni oldini olish uchun sovutuvchi vazifani ham bajaradi. Issiqlikni o'ziga yutadi mo'y. Bu issiqlikni keyin antifriz yoki suv o'ziga yutib, karburatorda sovib, yana mo'yni sovutish uchun qayta sirkulyatsiyaga beriladi. Bu ma'lum. Xo'p, avtomobil mo'ylari qayerdan olinadi? Avtomobil mo'ylari neftning og'ir fraksiyalari, mazutni vakuum kolonada biz fraksiyaga ajratganimizda distillat mo'ylari ajraladi. Ushbu distillat mo'ylarini ekstraksiya usuli orqali og'ir profillardan tozalaymiz. Ya'ni fenol, furfurolga o'xshagan erituvchilar berganimizda og'ir profillar o'ziga yutadi, ajraladi. Qolgan mo'ylarni esa biz issiqlik stabilizatorlari, ya'ni shu motorda qizish bo'lgan paytda mo'yning tarkibida destruksiya bo'lmasligi uchun, tarkibi o'zgarmasligi uchun qo'shiladigan stabilizatorlar yoki sovuq havoda, issiq havoda qo'llanadigan persatkalar qo'shib sotishimiz mumkin. Avtomobil mo'ylari ma'lum bir muddatgacha beriladi. Masalan, shu yilda hisobida bo'ladi. Masalan, 5000, 4000 yurgandan keyin almashtirish kerak deyiladi. Buning asosiy sababi vaqtlar o'tgan sayin destruksiya bo'ladi. Kichik destruksiya sekin-sekin bo'lib, oxiri mo'yning qovushqonligi o'zgaradi. Ya'ni yaxshi ishqalanishni ta'minlamaydi yoki issiqlikni o'ziga yaxshi yutmaydi. Bu esa dvigatelni ishdan chiqaradi. Endi biz ko'ramiz, qanaqa qilib ishlaydi bu mo'y sistemasi dvigatelda. Mana bu yerda nasos bor. Mo'yni harakatga keltiradi. Bu yerda filtr, ya'ni o'sha metal zarrachalari yoki eroziya natijasida hosil bo'lgan changlar farqi yo'q. Shunga o'xshagan zarrachalar ishlovchi filtr. Bu esa mana porshni ichida emas, ustida harakatlanadi, ya'ni ishqalanishni, silindr ichida ishqalanishini yaxshilaydi. Mana shu sariq bilan ko'rsatilgan barcha sistema mo'y harakat sistemasi hisoblanadi.